24 bab. Qaranglar, Parvardigor zeminni gumron qilib, xaroblikka aylantirdi. U yer yuzini vayron qilib, insonlarni har tarafga chochidi. Ruhoniylar va xalqlar, xo'jayinlar va qullar, og'icha xinimlar va didaklar, sotquchilar va olg'uchilar, qarz berguchilar va qarz olg'uchilar, har kim shu kunni ko'rdi. Zemin butunlay talon-taroj qilinib, quruqtinib qoldi. Mana bu Parvardigorning so'zlaridir. Zemin qurib, qaqshal bo'lib qoldi. Jahon cho'ldarab, qog'jirab qoldi. Zemindeki en obro'yliq mo'tivarlarmu tugishdi. Kishilar Parvardigorning ta'limiga bo'ysunmaganlikdan, ular uning farmonlaridan yuz o'rganlikdan, uning bilan bo'lgan mangulik ahdini buzganlikdan yer yuzi bulg'unib ketdi. Şuna yer yuziga qarg'ish yog'di. Kishilar öz gunohi üçün jazolanıdı. Şunun üçün zeminda yaşavatqanlar köydürüldü. Fakat az sondaki bir qism kishilarla aman qalıdı. Üzümlükler vayron qilinadi. Yeni şaraplar yok boludu. Oyun tamaşaga berilgichlar ah urudu. Daqıdumbaq avazları to'xtaydi. Tabriklavatqan kishilarning xushal ovozlari jimiqdi. Chiltar sadoları mı o'chidi. Ular endi naqshi itib sharob icholmaydi. May ishkuchilarga may lavzi tetiydi. Xarobiga aylangan shaharlar qaqaslashib ketidi. Xavfsirab hamma uylarning eshiklari taqlidi. Sharobsiz qolgan kishilar ko'chalarda varqirishib yurishidi. Hamma shodlik qayg'uga aylanadi. Yer yuzidan xushallik ko'tarilib ketidi. Shahar darvozalari pachaqlanib, shaharlar xaroblikka aylanadi. Mana bu jahondagi barliq xalqning beshig'i kiradigan kun. Xuddi mo'l hosulning og'irlashganligiga, zaytunning shoxlaridan uzib ilinganligiga, üzümlərinin təklərdən kesib ilinganligiga o'xshash dunyoda azlı odam qoldi. Ular xushallik sadolarini yangritidi. Kun petishda kishilar Parvardigorning ulug'ligini madhiyalaydi. Ey kun chiqishda yashaganlar, Parvardigorning nomini ulug'langlar. Dengiz bo'ylarida yashaganlar, Parvardigorni, yani İsraillarni tanlagan Xudoni ulug'langlar. Jahonning taraf-taraflaridan haqqoniyatchi Parvardigorning shon sharpiga atalgan madhiya naqshlari anglanadi. Biroq men yashaya tugashdim. Men tugashdim. Holim voy. Aldamchilik davomlashyapti. Ularning xoinligi chekiga yetdi. Hey zemindagi insonlar, sizlar vahimiga tushsizlar. Sizlarni o'raklar va tuzoqlar kutib turdi. Vahimilik ovozdan qochqanlar o'rakka tushidi. O'rakdan chiqqanlar tuzoqqa tushidi. Osmonning darvozasi ichilib, vayronchilik yomg'irdak yog'di. Zeminning uli tavrinib ketidi. Yer zemin butunlay vayron bo'ldi. Yer tamoman yerilib ketidi. Zemin qattiq silkinadi. Zemin mast odamdak irg'onglaydi. Bo'ron chopqundiki ojiz kapidak lapangshiydi. Zemin gunohning ig'irligi tufaylidan gumurilib tushib qayta
öre bolalmaydı. U çağdı Pərverdigar pələktiki güçlərini, yeryüzdeki patşalarını cazalaydı. Ula u çağda qamaqdaki cinayətçilərə oxşaş toplunudu. Ula zindanğa solunub bir məzgildin keyin cazalınıdı. Osmandaki ay oңaysızlandı. Gün iza tatıdı. Çünkü kudretlik Serdar Pərverdigar Yerusalim'deki Sion tığda hükümranlık kılıdı. U öz halkının aksakallırıga şan şərifini namayan kılıdı.